Men do'ppini yomonlaganim yo'q-a? To'g'rimi? Do'ppini tagida iflosni yomonlayapman. Hijobning ichida fohishani yomonlayapman. Hijobga burkan olib fohishalik qilib yurgan ifloslar. Soqolni tagida kim degan savol bor mana hozir. Oddiy qilib tushuntiraman. Mana upakovka, chotki mana. Qimmat emas, arzon emas, qand mana mash. Mana upakovka. Ichida axlat bo'lishi mumkin. Bu upakovka libosimiz biz. Lekin ichida kim? Marazmi, g'arazmi, iflosmi uning ichida? Lekin ichida avliyomi? Hijobning ichida fohishami, solihami? Soqolni tagida hayvonmi? Shu muhim. Ichida g'arazi bor, marazi bor, ichi balchiq, ruslarda gnida deydi, yiring, kibrli, yolg'onchi, kazyol, chaqimchi, qitmir, birovlarning yutuqlarini ko'rolmaydigan shuna odam bu eng iflos odam bo'ladi. Kim bo'lsa, masjidda muazzin bo'lsa.